hamma so'ragan o'sha kuni Vertu qo'yganimizdan keyin Vertu'ni eng o'sha populyarniy modeli mana po'lat alanlar ishlab ekan mana. Hamma so'radi, signature edi. Mana shu signature modeli mana. Mana mashina hozir ishlab turadigan hozirgi ishlatilgan narxi $3000 mana mashina. Buni yengisi chiqqan Signature S degan modeli chiqqan. Yengisini so'rashsa, yengisi ham bor. Zakazga 3 kunda keladi. Bunda o'zi Vertu'da o'zi mana shu ishlatilgan hamma mahsulotlari tabiiy. Bunda hech qanday ximический narsalar qo'shilmaydi bunda. Nimalari ham mana hamma yog'i ruchnoy o'zi bor-ku, mana. Mana hozir menga arzonroq, mana yengisi emas, ishlatilgani bo'lsa ham bo'ladi deydigan odamlarga mana bor mana shu model.